Bugun Jaloliddin Manguberdi haqida so'z yuritamiz. Jaloliddin ibn Alovuddin Muhammad 1199-yilda Xorazmning boy va gavjum savdo markazi Urganch shahrida tug'ildi. Savdo yo'llari chorrahasdagi bu shahar minorlari va gavjum bozorlar bilan mashg'ul edi. Otasi Xorazmshoh Alovuddin Muhammad II, onasi Turkman malikasi Oychechak edi. Jaloliddin Qipchoq naslidan kelib chiqqan mard va qat'iyatli fe'l-atvorga ega. Yoshligidan otasi bilan harbiy yurishlarda qatnashdi. Jang maydonining changi va shovqinida ulg'ayib bordi. Jaloliddin 33 yillik umrining 11 yilini turli jang maydonlarida o'tkazdi. O'sha paytda hammasi osoyishta ketayotgandek edi. Ammo bir kuni g'arb tomonidan qora bulutlar kelganidek, mo'g'ullar ham bostirib keldi. Chingizxon Jaloliddin ustiga Shiki Xutxu boshchiligida 60 ming qo'shin yubordi. Lekin Jaloliddin 120 mingdan ortiq lashkar yig'di. Qamalilar, xalajlar, turklar va musulmon jangchilari birlashdi. O'ng qanotga qaynotasi Amin al-Mulk boshchilik qildi. Chap qanotga esa xalaj lashkari sardori Sayfuddin Ag'rob edi. Kechasi mo'g'ullar hiyla ishlatdi. Arava va tuyalarga chopon kiyintirib, soxta lashkar yasashdi. Lekin Jaloliddin qo'rquvini yengdi, qo'liga qilich olib lashkarga dalda berdi. Ertasi kuni u umumiy hujum buyurdi. Uning jasorati tufayli mo'g'ullar mag'lub bo'ldi. Shiki Xutxu ozgina qo'shin bilan zo'rg'a qutulib qochdi. Bu mo'g'ullarning eng katta mag'lubiyati edi. Lekin g'alaba Jaloliddin uchun og'ir sinovga aylandi. Sardorlar o'lja ustida janjallasha boshlashdi. Va shu tufayli Jaloliddindan yuz o'kirib chiqib ketishdi. Onida faqat Amin al-Mulk va qanlilar qoldi. Arvon jangi og'ir bo'ldi. Jaloliddinning kuchi kamaydi. Chingizxon endi o'zi lashkar tortib kelardi. Mag'lubiyat muqarrar ekanini bilgan Jaloliddin ayollarini qullikka tushmasin deb daryoga cho'ktirishni buyuradi. So'ng o'zi jang maydoniga otlandi. Mardonavor kurashdi. Ammo asirlikka taslim bo'lish uning fe'lida yo'q edi va ot bilan baland qoyadan sakradi. Bu jasoratni ko'rib Chingizxon hayratga tushdi va o'g'illarga jasorat mana shunday bo'ladi, dedi. Shu sakrash bilan Jaloliddin Manguberdi nomi abadiy tarixga yozildi.